Hattoki shu darajaga yetib boribdi ekanki, bir kun fikriga o'sha qaynonamni o'ldirsam edi, shu qaynonam bir kun o'lib ketsa edi yaxshi bo'lardi. O'shanda men baxtli yashayman, o'shanda meni hayotim yaxshi bo'ladi degan fikrda qaynonamni o'ldirmoqchiman debdi. Olibdi-da o'sha zaharni o'sha kundan boshlab har kuni qaynonasini ovqatiga bir tomchi zahar tomchib kelar ekan. Assalomu alaykum go'zallarim. Sizlarni izohlaringni o'qib, shunaqangi xursand bo'lyapmiz. Chunki avvalambor mana shu ishni, katta ishni boshlabmiz ekan. Xayrli, manfaatli va foydali bo'lsin degan umidda qilamiz. Bugun sizni izohlaringizni barchasini o'qib, har bitta izohlarni birma-bir o'qib chiqamiz. Chunki sizni fikringiz bizlar uchun juda ham muhim ekanligini shundan bilsangiz bo'ladi. Va bitta izoh ko'zimga tushib qoldi. Nima qilsam ham qaynonam meni chetlashtiryaptilar, menga ahamiyat bermayaptilar yoki yana bittasi qaynonam bilan munosabatlarim uncha yaxshi emas degan narsani o'qib ko'rdim. Aynan mana shu izohlarga va shunga o'xshagan, agar ichingizda shunaqalar bir qaynonasi bilan munosabati yaxshi bo'lmaganlar bo'lsa, agar qaynona bilan qayerdadir salbiy vaziyatlar bo'layotgan bo'lsa, mana shu rivoyatni aytib bermoqchiman. Onangiz ta'rif bergan bilasizki, qachonga shunaqa yashayman? Qiziqdingizmi? Biz bilan baxt sari qadam tashlashni istagan qizlar ro'yxatdan o'ting. Ishoning, bu siz uchun nihoyatda muhim va foydali bo'ladi. Buni doim konsultatsiyalarimda ham aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, dunyoda bitta yosh kelinchak yashagan ekan. U kelinchakni qaynonasi bilan munosabatlari o'ta yomon bo'lgan ekan. Doim qaynonasi unga zulm o'tkazib, bosim o'tkazib, juda ham zahar ayol bo'lgan ekan. Kelinchak nima qilsa ham o'xshamaydi, o'zi ham ichidan qaynonasidan nafratlanadi, qaynonasini juda ham yomon ko'radi. Hattoki shu darajaga yetib boribdi ekanki, bir kun fikriga o'sha qaynonamni o'ldirsam edi, shu qaynonam bir kun o'lib ketsa edi yaxshi bo'lardi. O'shanda men baxtli yashayman, o'shanda meni hayotim yaxshi bo'ladi degan fikrda o'sha qishlog'ida yashaydigan bitta olimni oldiga boribdi ekan. U olim qishloqda juda ham tanilgan tabib bo'lgan ekan. Har xil zaharlar va dori-darmonlar bilan insonlarni qayerdadir davolab, qayerdadir ularga yordam berganmish. Ichidan xo'rlanib, to'lib ketgan, to'yib ketgan kelinchak nima qilishni bilmasdan o'sha olimni oldiga borib, ustoz, men qaynonam bilan juda ham munosabatlarim yomon. Qaynonam shunaqangi zulmkor, nima qilishni bilmay qoldim. Oxiri qaynonamni o'ldirmoqchiman debdi. Uni o'ldirsam o'shanda hayotim yaxshi bo'ladi, o'shanda men zulmdan xalos bo'laman, erim bilan baxtli yashab ketaman. Men shunaqa deb o'ylayman. Menga yordam bering, iltimos sizdan yordam so'rab kelyapman debdi. Shunda olim unga qarab, kelishdik, xo'p, shu darajada xo'rlanibsan ekan, shu darajada qiynalibsan ekan, senga bitta zahar beraman, lekin u zahar darrov ta'sir qilmaydi. U zahar 1 yil ichida sen uni tomchi-tomchilab berganingdan keyin 1 yildan keyin ta'sirini ko'ra olasan debdi. Ungacha esa senga bitta maslahatim bor. Seni qaynonang bilan yomon munosabatlaringni hamma biladi qishloqda, to'g'rimi? Hattoki men ham eshitganman debdi. Kelinchak, ha, hamma biladi, chunki qaynonam juda ham yomon inson. Shunaqangi yomon inson, men yomon ko'raman qaynonamni, nafratlanaman debdi. O'shanda aynan shuning uchun ham ertaga seni qaynonang birdaniga o'lib qolsa, agar senga gap tegmasligi uchun, hech kim sendan shubha gumon qilmasligi uchun, sen mana shu 1 yil ichida qaynonangga bir tomchi zaharni berib turayotgan paytingda, mana shu 1 yil ichida qaynonangga faqat shirin so'z gapirasan. Qaynonang bilan eng zo'r munosabatlarni ko'rsatasan debdi. Ertaga qaynonang o'lib qolsa, agar keyin hamma aytadiki, bu zo'r kelin edi, bu yaxshi edi, bu aybdor emas deb hech kim sendan shubhalanmaydi debdi. Kelinchak o'ylab, ha, bu to'g'ri, mantiqiy, to'g'ri, shunaqa qilaman bo'lmasa deb xursand bo'lib u zaharni olib, ana ozginasi qoldi, shuncha yildan beri chidab kelyapman ekan, ozgina qoldi, 1 yilginami chidab beraman debdi. Olibdi-da o'sha zaharni o'sha kundan boshlab har kuni qaynonasini ovqatiga bir tomchi zahar tomchib kelar ekan.
lekin shu bilan birga har kuni tabassum bilan turib oyijon assalomu alaykum yaxshimisiz, yaxshiyamsiz, borsiz, boringizga shukur deb shirin so'zlarni gapirishni boshlabdi. Oradan taxminan 1 oy 2 oy o'tib qarabsaki qaynonasi nima qilsa ham kelini faqat tabassum qilib turadi. Qaynonasi nima qilsa ham kelinning munosabati yaxshi, kerak bo'lgan paytda choyni beradi, kerak bo'lgan ovqatini qiladi, kerak bo'lgan paytda va shu bilan birga qaynonasiga faqat kompliment, o'g'lingizni shunaqa chiroyli tarbiyalagansiz, yaxshiyamsiz, borsiz, doim maqtab kelyapti ekan. 3 oy o'tib qaynona ham o'zi ham qarasa kelini yaxshi inson, unga ham o'sha boshqacha munosabatda bo'lishni boshlabdi. Orada lekin shu payt ichida tomchi zahar ketyapti o'z yo'li bilan. Turmush qurgan va katta hayotga qadam qo'yayotganlarga zo'r yangiligimiz bor. Katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan yangi talqindagi mega kursimiz Super kelinchakka start berdik. Bu kursimiz har qanday yoshdagi ayol va qizlarimiz uchun. Ruxsat bermaydigan erkak bo'lmaydi. Onam bilan men uncha yaqin emasman. Jinsiy munosabat bo'yicha yopilish bo'lib qoladi. O'zi va hayotini rivojlantirmoqchi bo'lgan, oila mas'uliyati oldidagi qo'rquv va kelajakka bo'lgan xavotirdan qutulmoqchi bo'lganlar uchun. Turmushga chiqadigan inson meni baxtli qila oladimi, yo'qmi? Shu konflikt orqali munosabatlarga aniqlik kiritiladi. Turmush o'rtog'i bilan munosabatini yaxshilab, hayotiga yorqinlik kiritmoqchi bo'lganlar uchun. Farzand tarbiyasida adekvat ona bo'lishni istaganlar uchun. Anglamagan ota-onalik. Sizni qachonlardir otangiz qo'llab-quvvatlamagan bo'lishi mumkin, lekin unutmang, sizda siz borsiz. Etiket, go'zallik va o'z stili ustida ishlamoqchi bo'lganlar uchun. Eringiz bilan qayergadir restoranga borganingizda albatta ko'ylak kiying, yubka kiying, hech qachon shim bilan kiyib bormang. O'zinglarni labilarni formasidan olib borib bo'yab olasizlar. Qaynona va erining oilasi bilan chiroyli munosabatni o'rnatmoqchi bo'lganlar uchun unikal imkoniyat. Qaynonalar kelinlardan nimani kutadilar? Qaynona va qaynoda bilan qanday gaplashish kerak? Super kelinchak bu 7 moduldan iborat 70 kunlik katta kurs. 30 dan ortiq oliy toifali mutaxassislarning darsi, affirmatsiya, checklist, hammasi sizning rivojingiz uchun. Super kelinchak kursimizga qo'shilgan ayol va qizlarimiz asosiy darslardan tashqari 74 ta darsdan iborat 4 ta kursni 0 so'mga olishlari mumkin. To'g'ri bozor qilishni o'zimning tajribamdan kelib chiqib, imkon qadar ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ketdik. Bu taom uzog'i 10 minutda tayyor bo'ladi. Dunyo sandiqlariga sig'maydigan bebaho bilimlarga ega bo'ling. Yana oradan vaqt o'tibdi, qarabsaki, uje qaynonasi ertalabdan turib kelini bilan maslahatlashib, qayerdadir u bilan choy ichib birgalikda rosa ularning munosabatlari o'zgarishni boshlabdi. Yana oradan anchadir vaqt o'tib, yana qaynonasi bilan endi u yog'iga qarasa, qaynonasi hamma yoqda kelinini maqtab, kelinim yaxshi deb keliniga yordam berib, kelinini maqtashni boshlabdi. Xullas, oradan taxminan 6-7 oy o'tgandan keyin shunaqangi qaynonasini yaxshi ko'rib qopti kelinchak. Nima qilishni bilmasdan, lekin o'sha bo'lgan ish bo'ldi deb yana o'sha davom ettiryapti ekan. Keyin oxirgi kelganda taxminan 10 oy o'tgandan keyin o'sha yaqinlashyapti, mana 1 yilga yaqinlashyapmiz degan paytda bir kun turib kelinchak, voy, meni hayotimda qaynonam bo'lmasa agar, men qanday yashayman? Oldimda shunaqangi suhbatdoshim bor ekan, shunaqangi maslahatgo'yim bor ekan, shunaqangi aqlli ayol bor ekan deb qo'rqib ketibdi qilayotgan ishidan. Yuguribdi, o'sha olimning oldiga yuguribdiki, ustoz, men xato qilibman ekan, qaytaring, tez qaytaring, o'sha zahar umuman ishlamasi, men nima qilib qo'ydim? Aslida qaynonam juda ham zo'r inson ekan, men yaxshi ko'raman qaynonamni, men ularni o'lishini xohlamayapman, iltimos buni to'xtatish kerak deb nolib ketdi o'sha olim. Olim shunday unga qarab kulib qo'yibdi. Bilasanmi, aslida zahar seni ichingda bor edi. Sen shu darajada ko'zlaring bilan faqat qaynonangning yomon tomonlarini ko'rmoqchi bo'lgan edingki, nima qilsayki, o'zing ham qaynonang bilan bitta pag'onaga shu faqat yomonlik qilgansan, o'sha zaharni o'zing sochgansan debdi. Va aslida senga men 1 yil mobaynida tomchilab beradigan zahar seni qaynonangga zahar bo'lmagan, u shunchaki oddiy
oddiy bir vitamin desak, vitamin bo'lgan va bundan seni qaynonangning sog'lig'i undan ham zo'r bo'lgan. Men shunchaki bu bilan senga ko'rsatmoqchi edimki, yaxshi gap bilan ilon ham inidan chiqadi. Yaxshi gapga dunyo ochiladi, qalb ochiladi. Seni qalbing ochilsa, boshqalarning ham qalbi ochiladi degan senga men misolni, darsni ko'rsatmoqchi edim debdi. Kelinchak bu gaplarni eshitib xursand, baxtli bo'lib uyiga qaytibdi va ancha yillardan keyin qaynonasi bilan eng opoq-chapoq bo'lib baxtli kunlarini kechibdi ekan. Mana shu hikoyadan men aslida nimani aytmoqchiman, qizlar? Agar bizni ichimizda salbiy tuyg'ular, nafratlar kuchli bo'lsa, agar biz insonlarga nisbatan fokusimiz ham shunga qaratilgan bo'ladi. Chunki qalb qarayotgan ko'zlarda. Agar siz qaysidir insonni faqat yaxshi tomonini ko'rmoqchi bo'lsangiz, u yaxshi tomonlari sizga ochiladi. Biz qachon salbiy narsaga, zulmga urg'u beramiz, uni ichimizda, o'zimizda shu tuyg'u bo'lsa, ha, menga qilyapti, zulmini faqat menga qilyapti degan narsalarni fokusni o'zimizga rahm qilib qaratadigan bo'lsak va boshqalarda bu tasdiqlanadi. Chunki ong shunaqa narsaki, unga doim tasdiq kerak. Unga har doim galochka qo'yish juda ham muhim. Bizni yozgan qizimizga ham aytmoqchiman. Qayni singillarim bilan, o'g'sinim bilan meni chetlashtiryapti deganda, buni ham bir xayr tomoni bor. Qizlar, hamma narsani xayr tomoni bor. Qaynonangiz sizga ahamiyat bermas ekan, qaynonangiz sizga qaramayapti ekan, xursand bo'ling. Demak, sizga o'rgatadigan yoki biror narsa qiladigan, sizni har doim kontrolda ushlaydigan hojat yo'q. Sizni erkin qo'yapti. Uni tangani, boshqa tomonini ko'ring, siz erkinsiz. Qancha sizdan uzoqroq bo'lsa shuncha yaxshi emasmi? Shunga qarab nima bo'lganda ham siz qaynonangizni doim maqtab turing, yaxshi so'zlarni ayting. Chunki biling, qaynona bu sizni yaxshi ko'rgan insoningizni dunyoga keltirgan onasi. Nima bo'lganda ha qayerdadir qizg'anadi, ha qayerdadir tam zulmini o'tkazmoqchi bo'ladi, lekin aynan sizni yomon ko'rgani uchun emas, shunchaki o'g'lini oldida qaysidir bir ayol uni o'rnini bosmoqchi bo'lganini deb o'ylaydi-da. Bu qayerdadir rashk, qayerdadir alam bo'lishi mumkin-da. Chunki erkak kishi boshida onasini yaxshi ko'rgandan keyin ayolini yaxshi ko'radi. Lekin agar o'sha paytda siz qaynonangizga shu narsani ko'rsata olsangiz, bildira olsangizki, siz uni o'rnini bosmoqchi emassiz. Aslida uni o'rni baland, uni o'rni boshqa. Siz shunchaki ulardan ko'mak so'rab, uni o'g'lini, sizni yaxshi ko'rgan insoningizni hayotini faqat shunchaki yaxshilaydigan inson ekanligingizni, ayol ekanligingizni ko'rsatsangiz agar, ertaga siz raqobatchi emas, siz uni yaxshi ko'rgan insoni, ya'ni o'g'lini yaxshi ko'rgan insoni va uni qizidek bo'lib qolasiz. Mana shu muhim narsani unutmang. Qachonki ona uni o'g'lini oldida uni o'rnini bosmoqchi bo'lgan ayol emas, balkim undan o'rnak olayotgan, undan o'rganayotgan va uni suyukli o'g'lini hayotini yaxshilayotgan va o'g'lini baxtli qilayotgan ayolni ko'ra olsa, o'shanda qaynonangiz sizni faqat qo'llab-quvvatlaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu kichkina rivoyatni sizga aytmoqchi edim, aytib berdim va xulosangizni esa o'zingiz chiqarasiz va albatta ularni izohlaringizda qoldiring. Rahmat. Kelin bo'ldimki, hali ham kutyapman. Bo'lsin, yengiligingiz qachon aytasiz? Voy nimasan, sen nimasan? Voy nech pulsan, qachon aytasan qanchaligingni? Qancha bo'lyapti? Oyijon aytdilar, yo bitta munchalik puli ham emas dedilar. Men ham bormi? Mana gapirdi. Men shu yerdaman va sizlarni eshitdim. Va biz O'rta Osiyodagi eng shov-shuvli va yagona bo'lgan super kelinchak kursiga start beryapmiz. Va bu hali hammasi emas. 21. Sesi tushib ketdi bularni. Har qanday yoshdagi ayollarga baxt kalitini ulashamiz. Bo'ldimi? Joniga ham tegib ketdik. Bo'ldi, rahmat.